Eriga mehr berish deganda nima tushuniladi? Masalan, qanaqa qilib eriga mehr berish mumkin? Ayol. Eriga mehr berishni ham ko'pchilik noto'g'ri tushunadi. To'g'ri savol berdingiz. Eriga mehr berayotganda onadek mehr berilmaydi. Xuddi ona bolasini erkalatgandek, ona bolasiga g'amxo'rlik qilgandek, nima deydi, kech qolmadingizmi, qorningiz ochib qolmadimi, qiynalib qolmadingizmi, gaplari ko'payib ketishi kerak emas. Mehr berayotganda ko'pincha inson sifatida, do'st sifatida yoki bo'lmasam rafiqa sifatida g'amxo'rlik qilish kerak. Voy, men sizdan xavotir oldim, tinchmikinlar dedim, yoki sizni sog'inib qoldim, xabar bermadingiz. Keyin darrov telefon qilganda yoki gaplashganda, uydan kirib kelganda o'zini muammosi bilan chiqish kerak emas-da. Mana g'amxo'rlik degani, mehr berish degani shunaqa. Oldin uning uchun nimalardir so'rab ko'rishlik, charchamadingizmi? Kech qolmadingizmi ishga bugun? Shunaqa g'amxo'rlik qilsa, keyin bu g'amxo'rlikni doimiy qilish kerak. Jahli chiqib qo'yganda tashab qo'yib, ishi ko'payib ketganda esdan chiqib tashab qo'yish kerak emas-da. Doimiy ravishda haqiqiy yelkadoshiga kuyingandek munosabatda bo'lish kerak. Lekin bu g'amxo'rlikda ham juda chegarani o'tkazib yuborish kerak emas. Xuddi bolasidek erkalatib tashlash kerak emas. Erkaklar bunaqa narsani yoqtirmaydi. Katta rahmat. Rahmat.